Assalomu alaykum. Absamat aka, sumsiz. Hop, katolini yo'q oldi. Graduslarni hozir 65-70 ga qo'yib qo'yganmiz. 65-70 ga. Gradusga chiqsa, o'zi motorni o'chiradi. Ichidagi ko'mirini millatib qo'yadi. Havo kirmasa, bu yonib ketmaydi. O'zi o'chib, o'zi yonadi. Keyin yana gradusdan tushsa, motor ishlaydi, ko'mirni alanga oldiradi. Podachimiz, filtrlarimiz bor. Uni avtovozda. Bundan keyingisi mana graduslarimiz 60 ga chiqdi. Bu radiatorimizniki podachisi 60 gradus. Bu обраткасы 55-50 gradus. Bu qaytishi, mana borishi. Hop, endi bu to'pli polimimizniki 60 gradus borishi, 50 gradus qaytishi. Xudo xolasa motorlarimiz hammasi ishlab turibdi. Sistemamiz bo'ldi. Mana klapan, hop, o'yda hech kim qolmaydigan bo'lsa, ketilayotgan paytda shu joyidan shlanka qilib tashqariga suvni to'kib radiatordagi sistemadagini. Hop, keyin bu tomondan katolligini to'kib oxirgacha. 10-15 kun bo'lishmasa, qishtalik muzlab qolmasa. Mana gradusga chiqdi, o'zi o'chdi. Gradusga chiqib o'zi o'chdi mana. Cho'tka ishlab turibdi. 65 ga chiqibdi. 65 da o'chdi. Xudo xolasa bo'ldi. Sistemamizga suvni quyish mana bu joydan. O'zi davleniya bo'lmagan hisobiga bugungilikka yoqishlik uchun bir amallab tepa qismidan suv quyib bo'lsa ham ishlatib berdi. Bu расширительный bachogimiz. Ehtiyot, svet o'chib qolsa yoki sistemamiz qaynab ketadigan